Oyoqlardan yomon ter hidi kelsa nima qilish kerak? Ko'pchilik erkaklar, hatto ayollarni ham oyoq terlashi bezovta qiladi. Ayniqsa, issiq kunlarda bu noqulay holatdan begona joyga borishdan xavotir oladiganlar ham juda ko'p. Kuchli ter hididan qutulish uchun quyidagi usulni qo'llang. 1 litr sovuq suvga 1 osh qoshiq uksus qo'shing va 1 osh qoshiq tuz qo'shing va hammasini aralashtiring. Oyoqlaringizni shu suvda 10 daqiqa ushlab turing. 10 daqiqadan so'ng oyoqlaringizdagi yomon hiddan asar ham qolmaydi va siz mehmonga yoki do'stlaringiz davrasiga bemalol borishingiz mumkin. Bu videoni oyoqlari terlaydigan tanishlarga jo'nating. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.